Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammalaringiz shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ota-onam uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmga parlamentning oldida yolg'iz kishi namoyishi qilayotganiga bir oydan ishib qoldim. Men bugun Cheslaga 2021-yili 7-oyning 31-kuni bugun kunga shanba juma juma unutib qolibman. Bugun juma. Men navbatda mening dadam Hamid Abdurahman va opam Sadat Pavdu uchun duolik bermoqchi. Mening dadam 1954-yili 5-oyning 20-kuni, opam 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Bular 2017-yili yanvarning 27-kuni atigan soat 9larda İl oblastlik bexatarlik tarmoqlar tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdan keyin 2019-yili og'zaki sud etib 18 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Mening opam dadamningki sudningki bundaq bo'lishidagi tutki sabab bo'lsa, birinchidan meningki Shvetsiyada yashaganligim va Shvetsiyadagi shaxsiy uchurlarimniki Xitoy bexatarlik tarmoqlariga setilganligi. Bu muqarrar 100%. İkincisi olsa opam dadamningki İstanbulda men bilan ko'rishganligi. Mening opam dadam 2014-yili aprelningki o'ttirlari 2 haftalik Turkiyaningki sayohat vizasini ilib kelib men bilan ko'rishib, Turkiyadan vizani to'shishdan bir kun burun qaytib ketgan. Mening opam dadamningki hech qanday gunohi yo'q. Mening opam dadam gunohsiz. Xitoy hukumati mening opam dadamni shaxsiz qo'yib berish kerak. Bu bir. Ondan keyin bo'lsa, Shvetsiya Shimoliy Yevropadagi iqtisodiy kuchlik, ig'ir sanoati kuchlik, meditsina kuchlik, ma'rifi kuchlik, farovonligi kuchlik. Oldin Skandinaviyadagi ko'p davlatlarni boshqargan davlat. Shvetsiya ICC'ga, ya'ni Xalqaro jinoiy ishlar sudiga tabe mamlakat. Men Shvetsiya fuqarosi bo'lish suhbatim bilan 10 yilning kelgan 12 yil bo'lgan bo'lsa, 2 yilgacha o'zim u yoq bu yoq epimni tepib 10 yilgacha qonunliq boj to'lab Shvetsiya hukumatiningki qonundan chiqmay qonunliq yashab keldim. Hozir men Shvetsiyaningki grajdani fuqarosi. Shuningga men Xitoy hukumatini Shvetsiyaningki mushu ICC'ga tabe nimasidan foydalanib, men Xitoy hukumatiningki Xitoyningki ota-onamni 5 yil qonunsiz turmada solib olganlik uchun men xalqaro jinoiy ishlar sudiga tirik guvochi sifatida chiqishga tayyor. Ham Xitoy hukumati ota-onamni qo'yib bermasa, men bu ishni qilaman. Mening ota-onam hech qanday gunohi yo'q. Men aloqalashadigan o'rinlar bilan aloqalashib, advokatlarim bilan, qonuniy organlar bilan aloqalashib, bu ishni qilib chiqishga tirishima va yoki meningki Amerikadagi do'stlarim bor, mening kaynimda dunyoningki hamma yerdagi kuchli, vatanparvar, o'qigan, vijdoni va do'stlarim mening oqimda ham mening cho'ng dadam, tuqqanlarim bor, meningki kaynimda meni qo'llaydi. Men yolg'iz emas. Uningdan keyin bo'lsa, meningki Shvetsiyadagi shaxsiy uchurlardan setilgani degan chaqda mishadagi bir g'uljilik bola mishadan ketib 2016-yili men va meningki atrofimdagi ba'zi bir g'uljilik akashlar bilishimcha Norvegiyadan angildim nurg'unlarni satgan. Aningdan keyin bizning uydagilar shuning bilan ziyonkashlik kelgan. O odamningki Qozog'istonda, Olmaotada go'sht kuni bor. Asha ularningki uchur markazi. Nurg'un g'uljidagi vatanparvar, millatparvar savdogarlarni uning aksi nurg'un ko'ydirayotgan. Bularningki qo'li ili rayonidagi nurg'unlagan millatparvar, ma'rifparvar, vatanparvar odamlarningki qini bilan bo'ylab ketgan. Allah balayısını versin. Allah kızınınki balayısını versin. Allah xotinning balayısını versin. Allah bütün uydagilarningki balayısını versin. İkincisi
meningki ota-onamga bo'lgan hissiyotimdan foydalanib, meni virus mezgilda narsa kerak akalab, mening narslarimni talab qilib, asli bo'lmasa men degandim, meningda saq top-toza material bor. Mana bu opam dadamdan kirib ketgani rost. Mani bir ko'tarib chiqib, g'ul-g'ul qildi desam, shu qo'limdagi soatimga ko'zi tushib, soatni olmagacha meningdan Rolex markali bir soatdi. Shu soatni olmagacha mendan bu ishni qilmadi. Oldi, undan keyin nafs yo'g'arishga boshladi. Pul oldi, Taylandga ishini berib, Taylandga berib, bir kimlar bilan ko'rishib kelib bitirib berma deb. Nas kerak buyurdi. Xotinni ko'chgan, qaytarib o'tirgan uylarni o'zbek bolalarni akeldim, tozildi, remont qildi. O bolalarmi bor. O bolalarmi bor. Ularmi tirik guvochi. Men bu qitim qonun yo'lini tanlab bu ishni qonun bo'yicha hal qilishni tanladim. Chunki men uning bilan kuchsinishma desam, kuchimmi yetadi. Uningdan qaytirib olgandek meningki nimam bor. Chunki men hozir advokatga pul qashildim. Bu advokatimning odatda sotga chiqsa, ikki odam shu advokatninkimi pullarni shu utirg'uvchi taraf to'laydi ekan. Buni advokatim qildim. Sen agar bu sotda nimada hamma narsani to'liq, agar u tayyor bo'lsa, sotga seni chiqishga tayyor qilsa, u seninki barliq chiqimlaringni to'laydi dedi. Meningki meshada turgan, yegan ishgan, hamma qilgan narsamni men qo'shlab to'ldiman. Uning ustiga uninki ayolsini so'rab chiqaman. Chunki u nong'ima pul urgan. Bu ishni men bunday oson bo'ldi qilmayman. Bu şey virus mezgildan foydalanib, menga narsa kerak to'shig'izgan, yerlardan tunugun bir qism Xitoy marketlarini video qilib qo'ydim. Bugun asli qilmoqchidim, bir Vallinbey degan rayonga berib, bu yerda vaqtim bugun yetishmaydigan bo'lib qoldi. Azroq bir ishim chiqib qoldi. Advokat bir kelib kelsan, soatda bir 3:30larga degan, shuningga boradigan yerim chiqib qoldi. Uning ustiga azroq cho'nglarning mening boradigan ishim chiqib qoldi. Shuning bilan bugun u yerni men video qilolmaydigan bo'ldim. Shu atninki shanba-shanbada asosli balagan yerlarimdagi do'konlarni, olgan qimmat aroqlarimni men videoga ilib, shu xalq ommasiga sunaman. Undan keyin shu odam turadigan ma'ri rayondagi bekat degandek narsalarni qilsam, asos jihatdan meningcha kimligini Shvetsiyadagilarmi emas, boshqa davlatdagilarmi asos jihatdan bilib qopti. Menga shundaqmi deb keldi. Men bununla javob bermedim. Çünkü cevap verishni xohlamadim. Çünkü bu narsa qachonki mening og'zimdan chiqqan chaqda hisob. Boshqalarninki qalaymiqan mulohiz yurgizib, qalaymiqan ba'zi emas bir kishilarni deb qoldi. Bu yerda xalqlar mulohiza yurgizib qilmay anglab qolsanglar bo'ldi. Meningki og'zimdan chiqqan chaqda shu narsa vojib bo'ladi. Agar bu kishi og'riqchan bo'lib elib yoki sarang bo'lib elib yoki mushtaq sotlardan qechib doktorxonalarga berib saranglik kinishkisini hal qilib olsa yoki hal qilmoqchi bo'lsa, men o'tgandagidek mazkur delo advokat tarafidan adliya organlariga topshirilib, bu odamningki sarang emasligi to'g'risida men dalil isbotlayman. Hatto men Mishininki shu ayolisniki ID kartlarini elib, hatto men pochtlarni akab berganda shu bir ish qilyotdi deb. 1,5 yil meni ahmoq qildi, hech kimni qilmadi. Beshida opam bilan telefon parangni chiqizib qo'yma dedi. Ha, ma'qul dedim. Keyin anadiki, voy, mishta bir yo'l chiqyapti uka dedi. Ma'qul dedim. Mening keyin oxirida men bo'ldi, mening narsalarni qaytarib beraman. Men o'zim shu inqilob yo'lini tanlab, men o'zim shu yo'lda men chiqiray desam, men Shangangda palonchi odamga 3 telefon berdim. Shangangda 3 telefonni bergan bo'lsang, sen berding. O ishni bitirmadingmi, sen uningdan qaytarib ol. Sen ishni bitirmadingmi, men sendan hasilab qaytarg'izman. Qaytarmaydigan bo'lsang, bo'yningni chujuning bo'ynini uzgandek uzitma. MTT. Men opangni vangchini atlab atgan qo'y. Shu. Aningdan keyin bo'lsa, bu kishi meni shunda kallamni shunda qaytirib, oxirida xalqningki shaxsiy uchurlarini to'shishga, undan keyin ba'zi bir davlatlarga meni avatishga yoki Jungoninki ichidagi Omin Shangang qatorliq yerlarga meni avatib, meni bir ishlar samoqchi bo'ldi. Buningki men o'zimni biladi buningki
nimasini. Ondan keyin menga uchur degan pul, undaq, mundaq degan chog'da voy shundaqmi deb turib men qayta uni ashuni. O'zi biladi bu narsalarning hammasi deyilgan gaplar. Endi iliqi odam deganning yuzi tiyulab ketsimi amal yo'qka, iliqi Rabia Qodirov o'zining ovozini tinib olgan. Buni balkim tinib olishi mumkin, ammo chiqib qolsa uningdan ham tinib olsa baribir xalq anglaydi. Sazgur nuqtadagi ovozlar bexatarlik sohasida tarmoqlar tarafiga berildi. Mazkur ishlagan tashkilotmi tekshirilishiga adliya sud tomonlariga men agar xohlasam beraman. Mush tashkilotning ichida shunday odamlar borki, mana mushtaqlar ishlayotsa, uning ustiga bu menda odam desa deb. U yerlarga texe ketib qolmadim. Men hozircha mishada ota-onamninki davosidan turyapman. Meningki kiradigan nuqtam asli u emas. Bu men bu yerga chiqish jarayonida men bu narsani hissiyotimni xalqqa anlatib o'tkatyapman. Men kim bilan yana bir qitimda aytay. Shvetsiya bexatarlik idorasi, ya'ni Secret Police deydi. Sapoda ko'rishamdim. Amerikaningki CIA'da ko'rishamdim, FBI'da ko'rishamdim. Nada ko'rsam, men har qandaqiga men narsa beraligidek mening qo'limda bor. Shuning atrofidagi odamlarninki mening va mening do'stlarimdan mendikisi texi minchilikka texi. Mening do'stlarimnikilar o'rtoqlashsam texi mundaq narsalar bor. Aytganda menga mening ishimga ko'ngil bo'lib bir siyadimiz kelib ketdi. Uni naq maydonda debdi. Rahmat. Shunday gaplar. Men ish cho'ng bo'lamdi, kichik bo'lamdi, hech narsadan qo'rqmayman. Ya qarindoshlar, xoyillarga biz bo'pti deb emayli. Bu chiqib bir Bilal Ibrohim Turkistonining so'zlaydigini yoki bir Mirzatning chiqib so'zlaydigini emas. Biz xoyillar bo'pti deb bersak bo'lmaydi. Mushu Sayram o'g'lonninkida nurg'unlagan shu mulla polli isha-pishalar degan qutirab ketdi. Qaysing bir vijdon degan narsa bormi? Tukko'ylar. Sen haq qanday bu xoyinga qatti bo'pti demaslik kerak. Xoyinninki dastidan mushu kun kelyapmiz. Biz vatanning ichidagilarni hech qanday qirqayranmayapmiz. Vatandagilar 100 kiloligidek o'simi yashayli. Bu bir ikki odamning chiqib so'zlaydigan emas, xalq safarbarlik bo'lish kerak. Hozir men Amerikaning ichida qizil qiyomat jang bo'lyapti. Partiyalarning orasida bilet qaytadan sanaldigan bo'lyapti. Hukumat qaytadan tashkillanadigan bo'lyapti. Governmentning quyrug'i chiqdi. Benon efendim shuning endi necha vaqtdan beri bekorga tumagan. Buningga agish fushi degani chiqdi. Fushidanki Uyg'ur bunday popaykining jipi so'kilib ketgan qanday kayni chiqdi. Tökülüp ketding güning oldiri nomus qilishmamsa. Qo'lon degan Uyg'urning qini bilan qip qisilib o'ylib ketdi baqoy. Shuningga baqoy oilangdagi xotinlaring bu yoqda yurib, oyoqda yurgan, sen bu yoqda ichib yurgan. Ballarining ahvoli yiliqi ko'ryapmiz. Har da'vo qildiganlarniki ko'chaga chiqib ketgan, yo lo'kcha ko'p ketgan, yo buzi qolib ketgan. Xudoyim ashta tangshab qo'ydi ekan, amal yo'q. Shuningga qarindoshlar bu xoyillarnikiga bo'pti deb bergan ish yo'q. Mana mening ota-onamning ishini asos aytdim shu xoyillarning qo'li bilan bo'lgan. Bo'lmasa boshqa Uyg'urlar yashayotdi. Hech kim Xitoy takkini yo'q. Meninkini Ne'mat degan desa, G'uljining Go'nganjininki boshlig'i Ne'mat degan shu degan desa, buning bolasining qig'ayishi bakchiq, ota-onasini o'qishdan chiqarib qo'yib yurg'achchoq kesilmiz deb topshirib degan desa, shu shaxsiy uchurlarni bak setilg'ashqa Xitoy hukumatiga teganmay xalqni ishlab tortib anangni qanday qilsa, Xitoy hukumatiga takkini mushu uningda qancha tegma berib konsulni bir nima qilsang Uyg'ur terrorist deydi. Men degan Shvetsiyaning fuqarosi, Shvetsiya hukumatidan yordam so'rayman. Men mushinchilik qilsam bo'ldi, oldim degan planim bor. Matbuotlar bilan, hamda Amerikadagi eng dangliq matbuotlar bilan mening do'stlarim hamkorlashib, mening email adresimdan men nurg'un xat kelyapti. Men Amerikaning konsulsiga kirib bo'ldim. Berishga tayyorlik qilyapman. Qadam degan bir taldan sen hamma deb beramdim men nima ish qilyapmanimni. Xitoyga kuching yetmay haqini daver ekansan deb. Sening yassan qilsangman 71 yildan yo'qsan nima ish qilding? Xitoyga kuching yetmay. Xitoy degan baqo qara, Amerikadagi bir davlatni keketikida ilvaga odam, senatorlardan tortib parlamentning ichiga qurultoy demsa, ma'rif demsa, yana bir nim darnak demsa, yani sen haqni ilvamay nima? Sen haq nima o'san? O'ngning tuki bir parcha.
Bütün dünya Orta Asya'nı egallab bo'ldi Xitoy. Qozog'istonni manda qilyapti, Afrikani manda qilyapti. Bir ikki tal qurultoy bilan 4-5 tal tashkilotni Xitoy kontrol qilolmamda, bilmamda. Birinin bo'lsa pishnichi, eg'vochi. Ha biz ashta pishni qilamiz, ashta eg'vo qilamiz. Ajabda xoin deb qo'sh, ajab sakrab ketir ekansan. Va shuning ziynini men tatdim, mening ota-onam tatdi, 5 yillik bekor yetyapti. Boshqa shaxsiy uchur setilmaganlar shunday yaxshi yashayotdi, pochtalar kelyapti, ota-onasi bilan telefon parangishyapti. Mening opam dadam bekor chilgan saylar mo'miyatdi, shumi bormi yo'qmi? Aying akar ketgan chaqda bo'zda bir hafta ish kelib qorong'uga solab qo'yibdi. Hozirgi shuning dadamning dadasi tugab ketdi. Ko'rishamidi, ash turmaning ichida bir kun meyit namimizni o'ligini ko'ranmidi. Baqasing bir tirishib, bir vatanning bir ishini tuzugroq qilib, mana bir to'g'ri yo'lda qilib, mushunda o'tib ketamdik. Mushda haq ota-onamiz o'lib ketsa duo qilib, mushda turma kirkas yig'lab, mushda juramdik. Eliqi chujuning shumliqidan to'xoning amchi ko'mabdi deganda, ma bizningki niyatimizning yomonligidan, ma da'vogarlarningki ko'pinchasining xoinligidan ma ishimiz hal bo'lmadi. Mushu SSRda turgan mamlakatdagi O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston deganlarningki hech qachon g'arb ellari kelib mushlar da'vo qilib boqmagan kommunizm to'g'risida yoki Sovetning ustidan bir parcha da'vo qilib boqmagan. Bular hech qachon Amerikaga yoki Germaniyaga kelib dunyo O'zbekiston qurultiyi yoki dunyo Tojikiston qurultiyi deb qilib boqmagan. U chaqda bularga haqiqiy kommunizmlikda boy-boy yashagan. Hozir mushlarga desang qaytidi. Niyati durust bo'lganlikdan chattiqi yo'q jugashga Xudoyim ol omonatdan deb xiyol yo'q odamga beribdi deb berdi. Bizchi bizning asli mustaqil bo'lganimiz bor, ammo da'vochilar chiqib kelib, mushuni niyatni ay mustaqil bo'lib ketsak shirkatlar yepilib ketadi emasmi? Mustaqil bo'lib ketsak nimaning da'vosini qilsa, qaytanmaysa anchantingning ichida liq po'qing chiqadi, anchan buning ichidan tortib. Shuning qaytanmaysa mustaqil bo'lmasak, mushta so'zib elaqi gelangishdak biznimniki deb qilmishda poldiring qilib shu vaqt o'tsa o'sha chik sen qaq shu pulingni olsang nomussizlik qilmay uyami shu elaqi rasm tushib choplab elaqi uzundilarni biznimlarni yezib yurissang yotoqmi yotoq ichib o'ynasang ha shishi shuning bilan kaykay shishi shuning bilan ko'yitgan soyitgan deb sizlarga mushta qansuchiroq aralashtirib so'zlamasam Xitoy tillik josuslar sizlar tushunmaysizlar. Meningki meyaga chiqib ketishimdagi sababni men dappadim. Birinchi 1,5 yilga odam bor, uning oldidagi adam qildi, uningdan bu bechorani kirib ketib, bundaq bo'lib ketdi. Bo'lmas chiqatdim. Men to'g'ri Hamid Shvetsiya kelgandan yo'q, vijdonim bilan yashadim. Hech qachon birsininki bir tem pulini qo'yib olgan yerim yo'q. Birisining oilasini buzib atgan yerim yo'q. Birisininki bir ko'zini chiqib atgan yerim yo'q. O'zimning yo'lda durust so'zildim. Men shukr samsaqni birnim dedim, chiqib birim dalaldimi, men inkos qaytira oldimmi? O'zining qo'ng'odik po'qni o'zi biladi shumi. Men chiqib deydigan bo'lsam, voy olib shukr samsaq minchilikka texi mundiroqlari va texi universitetga kelib bir ish qilayotganlari va aqsabdi. Voy kompyuterlar ish qilayotganlari va men chiroy texnikasini tonish, boshqa shaharda ish qilayotganlar va men texi minchilikin deb qo'ydim. Sen bilmaydi deb o'ylab kelsamsan, Finlandiyaga Jonfavidagi akalaring konsullar bilan kelib ketadi. Yeşil pasport bilan, diplomat pasport bilan. Men bilmamdim hech qaysini. Dubayga ketayotganlaringni bilmamdim, Tailandga ketayotganlaringni bilmamdim. Xalq uyg'oqqa burun menda gap batdi, o'rislarni jiq bilsang, oz yashaysan deydi. Hozir davr almashdi. Jiq bilsa, jiq yashaydi. Mana narsam chiqib qolmasin deb. Men qo'rqmayman. Mayli. Hayat degan bir qitim keladi, jannat Xudoyim oladi. Ya vang'ir qilib etilib ketma, ya belimga ya bir yarim bir pichoq qilib ketib qolma. Ya bo'lmasa o'lib ketmayman. Men o'lsammi sharafli oldi o'laman. Sharafsiz oldi o'lmayman. Men sharafsiz bo'lgan bo'lsam, ashning kayni po'qini yeb. Men olmi, Shangang, Singapur, Tailand uchib, manda rahat farag'at yashatdim. Men ishlaman kerak emas, men jafo tortib miyaga chiqib qilishlar. Men uchun bu jafo emas, men shu narsalardan huzur olaman, men baxt his qilaman. Ota-onamningki bir opam dadam ashning ichida 18 yil yasam, men 18 yil tursammi, bir o'g'il tug'ibdimi deb mening bir balamki, meni mashta qildi, men faxrlanaman, mashta suyunaman men. Mishtondan huzur olaman, men lazzat topaman. Bu xoinninkini bir chiqibla endi
Keşke birla adamның so'zlaydigan ishimoyi ayol kishi so'zilsa, ayol kishiga ishtonchilik narsalarni tortib santimetrga to'shmaydi, ash narsalarni go'yning oldi. Tozlig'ingni nachar go'yla. Ashta narsalarni tortib avatidi ekansa, asha. Bir nim desa pitticha deydi ekansa. O'zang haq qo'ymachilik qildi ekansa, qochoqchilik qildi ekansa, ishiltib tashiydi ekansa, ya bu nima degan nachar ya? San haqning yuragi bor-ku, qaraya qop qop ketibdi bor-ku. Birasing o'lmagicha biqining go'sh pichoq tiqilmagicha qonsirab ash yerda xudoning holatda bo'lmagicha san haq bor-ku. Bir kun bir singning jini chiqib qoldi bor-ku mushu. Hayillardan mishada shu bilmay qolsa bor-ku qandaligingni. Aşağıda çocuğuysa sen böyle aşağıda oşkallarını tapsa. Xalqning degan vatanning ichida jansirab, qansirab, bo'p ketbar, tipirlab ketbarda, ash to'ylarni berib ketgan guvohliklari, ash bichar qarindoshlarimizninki. Ay janobniki yesadiki bichar buvaylar, iliq momaylar, chachlari chuvilgan. Iliq qizlar ballarga qammabdi. G'o'ji tarafdagi chegara rayonidagi kesib etilganlar. Ya unda qilmanglar, ey. Ya bu bo'pti, boshqa hech nima qilmas. Xoin olsun bo'pti, dapamanglar unda. Xalqimizga yuz kelgani kerak, yashayli. Dap cheppas o'ynamayli. Xitoy Uyg'urlarning ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti. Irqiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb ega chiqdi. 2020 yılı 1 ayının 19 kuni Prezident Trump hükümetininki sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendim Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deb Xitoyninki jinoyatini bekitdi. Xitoyninki jinoyati bekitilib bo'ldi. Hamdiki bizniki qiladigan ishimiz ota-onamizga ega chiqish, yaxshi mustaqillik davosida menayotganlarni qo'llash, xoinlarni oshkorlash, xoinlarga zarb berish, davoning ichidagi tutiya emas, yana bir nim bo'lib ketsa-mi, cho'qim uningga qarshi turishimiz kerak. Tarix takrorlanyapti. Biz hozir shundoq bir pichat davrga kelib qoldik. Valloh, mana davrdan huzurlanishimiz kerak. Biz degan 40 nechinchi yillarda yashanmagan, ammo tarixda biz degan eng davolg'ich dunyoning ajoyib mo'jiz siyosatlari bo'lyapti. Ajoyib yaxshi ishlar oldimizda bo'lyapti. Biz bu ishlardan huzur elishimiz, bahrilanishimiz, vatan, millat deb biz o'zimizniki sevgimizni ifodalashimiz, hech nima qilib bermasakmi, xoinlarni qo'llamasligimiz, cho'qim maydonimiz inoq bo'lishi kerak. Men bunda qarasam, nurg'un odamlar Trump hukumatida mustaqil cho'p ketgan, nurg'un odamlar haqdor bo'lib ketgan-ki, mana hozir shu akalarimiz Turkiyalarda ashtilliq odamlarning to'ylarini o'ynab yuribdi. Namazma qilishmaydi ekansa, rasvo ekansa va so'lamaklar. Helaqa bir namirchilar, ekranchilar hamma ashar yurishibsa, shuni to'qini yer. Bir nimda tillang desa, kaynin taztillaysa. Ma Biden keldi, Xitoy bo'shab qoldi, bo'ldi. Biz bunda vaziyat yaxshi kirsak bo'ldi-ki, biz bu qurultayning ichidagi ba'zilar bilan bak yetishib ketmayli. Bo'ldi, bu ishlar bo'ldiki, Amerika Xitoyga bo'ysunibdi, Bidenmi chiqibdi, bo'ldi. Bu anaqa Trump vaqtida o'rilib ketadi Xitoy endi bo'ldi. Bu kompartiyani bu Amerikadagi baylar saqlab qolgan o'xshaydi. Unda bo'lmaydigan o'xshaydi. Bizmi yetishmayli, baribir uning qo'limizdan nima kelibdi deb ba'zi bir haqqoniyatchilar, ba'zi bir to'g'ri yo'lni yemayotganlar yana ezib ketdi. Xalqning ko'zi bor. Ayni vaqtda qilgan ishlari hammasi videoga ilinib yozgan kompyuterlari hamma narsalar bor. Hech ketgan yo'q. Meniki o Amerikaniki prezident ishlarga aralashganlik Amerika xosmamiz o'ntag'irlik bakni bilib ketmayman. Mencha bo'lsa xudoyimiz ishlar cho'qim yaxshi bo'ldi. Amerika Xitoyni dushman qatori ko'rib bo'ldi. O'ylamagan yerdan Xitoyning niyati buzilib Amerikaniki eshik to'p salmoqchi bo'lgandi butun ishlarni. Xudoga shukr, vatanparvar marshallar, mayorlar hammasi bu ishni bilib kelib hozir buning qarshi strategiya tuzib bo'ldi. Shuningga vatan mustaqil bo'ladi. Mushu Xitoy virusi Xitoyni parchalaydi. Biz cho'qim boshqa hech nima qilmasakmi, shu atrofimizdagi xoinlarninki dipiga qat'iy usul o'ynamasligimiz kerak. Bulardan maydonimizni cho'qim yo'riq qilishimiz kerak. Xitoymi deydi bu maydoningni yo'riq qil.
deb. Shuningga toza tutdi qo'ylik 200 metre u bu deb. Bizning cho'qim maydonimiz aniq bo'lishi kerak. Vatandakilar 100 kiloligidek yashashimiz kerak. Meniki gapim tugdi. Undan bo'lsa, Xudoy muomonat qarindoshlar.